أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. 64. ayet. Surat Ali İmran'ın köp kısmını şu vafd-ı Necran kelgen çağda düşken deb ötep ketdikmiz biz yuqorida. Şu vafd-ı Necran bilan Rasulullah münazirleşdi, onun bazı nimalarga javob berib do'li qo'ydi. Rasulullahning haq payg'ambar ekanligi, Allohning birligi, Isa alayhisalomninki Allohning bandasi ekanligini yuqorida bayon qilib o'tdi. Ya'ni Isa alayhisalom qissasini bayon qildi. Havariyinning yani bu yerda belki mushu qul ya ahlul kitob degan mishada ahlul kitob degan dedi-ku, ash vafd-ı Necran'ga mushunda degan bo'lishi mumkin deydi. Ma bir tafsir. Yani ey Muhammad, ash vafd-ı Necran bo'lgan ahli kitoblarga, vafd-ı Necran xristianlardir. Shularga ey ahli kitob menda degan demakchi. Yani hum ahlul kitabayn. Kitobdagi bir tafsirda bu ash ahli kitob deganni Yahud va Nasara deb tafsir qildi. İkinci tafsirda vafd-ı Necran debdi. Ash Rasulullah bilan munozirlashib, do'lilashgan xristianlar. Aw Yahudul Madina yoki ahli kitob degandan maqsad Madinadagi Yahudilar maqsad qilingan debdi. Yani Yahudilar bilan birga yashayapmiz bu yerda. Shu bilan munozirlashgan chaqda bo'lgan ahvollardan Yahudilarga menda degan deb buyurgan demakchi. Ta'alu ila kalimatin sawa baynana va baynakum. Biz bilan sizlarning o'tirimizdagi hammalar o'rtaq bo'lgan so'zga kelinglar demakchi. Kelima qad yutlaqu alal kalam. Shunada nahvda o'qimiz al kalima. Ba'zi jumla mufida bo'lib bir kalam bo'lsa-mu, buni kalima deymiz. Masalan, falan so'rini bir so'z qildi. So'z deydi o'zi. Bu kalimatun bil kalam qad yu'am. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Mana shu kalima qandata nurg'un gapda shu bir jumla so'zdi. Yana Rasululloh hadisda asdaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimati labid. Ala kullu shay'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Demak, bu hammasi bir kalimadir. Afsahun nas. Rasululloh shunday dedi. Demak, o'sha kalima azar nimadan iborat desa, oyog'idagi alla na'budu illalloh ashula. Yoki la ilaha illalloh degan so'z bo'lishi mumkin. Demak, kalima mishada shu bir kalamni ko'rsatadi. Baynana va baynakum biz bilan sizlarning o'tirimizdagi bo'lgan har ikki taraf tang shunda qaraydigan o'rtaq so'zga kelinglar degan deydi. Yani Rasulullohga shunda deyishni buyurib o'tdi Alloh taolo. Sava mustaviya demakchi. Yani tang barobar. Bu so'zda islamu bizmi o'xshash bunda e'tiqod qilgan so'z demakchi. Baynana va baynakum la yaxtalifu fiha al-Qur'anu wat-Tavratu val-Injil. Ve hozir bularni ahli kitob deb shu Yahud, Nasoralar hammaga bunda degan ma'noda deb qarasak, undan Qur'onmi, Injilmi, Tavratmi hammasi tang o'xshash bunda birdek muayyanlashtirilgan, unda har xil qaramaydigan so'zga kelganlar degan bo'ldi. Bu so'zning degan bo'ldi bo'lsa, kalimaning tafsiri nima bo'lgan? Alla na'budu illalloh. Kalima hozir nima? Shu Allohdan boshqaga ibodat qilmaydi. ولا نشرك به شيئا نشرك keltirmaydi ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله Alloh taolani tashlab qo'yib bir-birimizni biz xudo qilib olmaydi demakchi. Mushu bizning o'rtaq so'zimiz. Sizlar shu Tavratni, Injilni asmi shu gappa, Qur'ondan shu gappa, mushuninga ittifoqlashaylik demakchi. Demak, bu hamda keyingi mushu Alloh na'budu degan mushu jumlani hozir kalimatin savaning tafsiri qildi hozir. Şu ortak söz demeyse Allah na'budu illallah ve la nüşrike bihi şey'en. Seva'in yani Allah na'budu illallah hammasining bulduğu çağda fi mahalli jar buldu. Yani onun bedeli oluşu mümkün. Yoki huwa deb taqdir qilishi mumkin. Yani hiya kalimatin seva'in hiya Allah na'budu illallah deganda. Demak bu o'rtaq so'z shu Alloh taologa ibodat qilish.
Kur'an-ı Kerim'de nurgun ayetinde bu önde ta'kidlangan. Ve laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha ve yajtanibut tagut. Agar qanda bir ummatga endi Allohga ibodat qilinglar, Allohdan g'ayriga ibodat qilmang deb biz payg'ambar aytgan dedi. Yani bir oyatda va ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budunma. Demek hamma payg'ambarlar chaqirgan aqida mushamda. Min dunillah yani ta'alu ilayha hatta la naqula Uzayrun ibnullah va lal Masih ibnullah. Yahudilardan bir tayfa Uzayr ibnullah deb turgan, Hristiyanlar İsa'ni Allohning balasi deb turgan. Demak, manda deb turolmay, biz Allohga ibodat qilsa, Alloh yakkigani zot deb tavhid e'tiqodi bo'lashqa kelinglar dedi. Lenna kullu wahidin minhuma ba'duna basharun misluna. Ba'duna deb bir to'xtatsak, chunki shu Uzayrmi, İsa'mi bizning bir bo'lkimiz shu. Yani adam balası biz insanların bir kısmı shular. Basharun misluna, bizga o'xshash inson shular. Navokin inson bo'lgan qanday xudo bo'lib qoladi? Benim maaşı Uzayr bilan İsa'nın qildi emas. Ha, Uzayr bilan İsa'nın demakchi. Uzayr payg'ambar mi? Ya shunda salih bir zatın, payg'ambar deyish mumkin. Chunki Bani Isroildan chiqib payg'ambarlik aytilgan emasmi? Payg'ambar ya salih kishi bo'lsa, shuni iloh qilib olgan. Yani Yahudilarning hammasi emas, mana Uzayr degan shu Bani Isroildagi bir salihning ismi. Bu ashunda bir salih kishi hamda. Shuni Yahudilarning hammasi emas, bir qismi iloh qilib olgan. Mushu oyatda mana wala attaxiza ba'duna degan mushu ba'd degan so'zda ba'duna ba'dan deganda bu bir ishorat hamda. Bu ishorat nima? Ba'zimiz degan so'zning o'zidan bu iloh emas bu degan gap bor. Yani bizning bir qismimizni bunda iloh qilib olmaylik degan ekan, bu bizning bir qismimiz o'z qanday iloh qilib olamiz bunda. Bir ishorat. Neda lenna kullu wahid minhum ba'duna. Yani kullu wahidin minhuma yani Uzayr ve İsa ba'duna, ba'dul bashar. Min ba'duna deganda gapkanda mı? Ba'duna, ba'dul bashar. Yani ba'dul insaniya. Tamam. Basharun misluna, bizga o'xshash inson. Va la nuti'u ahbarana fima ahdathu min at-tahrim va at-tahlil. Yana biz shu mullalarimizga deylik. Ahbar degan, hibr degan ko'pincha nimaning Yahudilarning mullalarini deydi. Olimga odatda ahbar, hibr degan so'zni ishlatadi. Demak, mullalarimizga ta'at qilmaylik. Qanday ishlarda esa o'zi paydo qilib olgan Allohning shariatiga bo'ysunmaylar, o'zligidan paydo qilib olgan halol harom deb chiqarib olgan hukmlarga qarata biz mullalarimizga bo'ysunmaylar degan mushu o'rtaq fikrda biz ittifoqlashaylar. Mishada bir yakillar demakchi. Va an Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu ma kunna na'buduhum ya Rasululloh. Adi ibn Hatim hamda bu kelib Abullah Hristiyanlarni asla kelib musulmon bo'lgan. Bunun dadasi Hatim at-Tai shu maqol tamsil bo'lib ketgan sehliqda yani Ajvad bin Hatim demizga shuning balasimda. Bu shunda sehanda. Shu al-Jawad ibn al-Jawad o'zimiz sehar Sehinin oğlu, dadisi Musa. Ve bu anda Resulullah'ın kaçkıda Müslüman boğan iken bu anda ittehadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaba min dunillah diye ayetine okulgan çağda bu Hristiyanlık vaktimiz bunu ibadet kılmaydı onunla dese ibadet kılmagan bilen Allah Teala haram demigen dersin haram dep pasa halal demigen halal dep pasa şunu boysundan şunda mı seherse şu ibadet kılılık şu diye. Mana ve an Adi ibn Hatim ma kunna na'buduhum ya Resulullah qala alaysa kanu yuhilluna lakum ve yuharrimuna fata'khuduna biqawlihim ma hadisning buyoqqa kelgan lafzi hadisning o'zining lafzi emas. Isida qolmagan bo'lsa mazmunni akillik lafzi bilan emas, sal farqi bor lafzdan. Qala na'am qala huwa zaka. Ash ibodat qilgan ish ashu de. Huwa zaka. Nima muhaqqiq nima debdi? Lam ajidhu debdi. Nima? Bizde bakmay. İstisini tabanmay. Ameliyatı bu Sunan Tirmizi'de rivayet kılınan hadis. Akhrajahu Tirmizi. Adi ibn Hatim bunun ceyi hadisleri var. İştilen oğlu Samqanda oludu. Andında bir tümü binası bisi yok. Tümüyle etip nukisam onu isem bulamdı. Nurgun oğu toğurluk çoğal sorgan sahabe. Bu keyin Hazreti Ömer'nin zamanında yani bir ümek olarak kildiken Medine'ye. Kâse Hazreti Ömer ümeklikten misal falana misal özün ismini atap, yani bu ismini atap yolunda hal sorgandek ne qilib izzetleşildi. Çünkü bunun ismini atamaya bunu demediken. Demediken bu Adi ibn Hatim Emirul Müminin beni tanımlama degandiken, "Yo'q, men tanıdım seni. Aslamta kafaru." Bütün müşhaq kafir olib ketgandan chaqda sen musulmon bo'lgan.
va aqbalta iz adbaru boshqa yuzi o'rib ketgan chaqda sen kelganding bizning qishimizga va waffayta iz g'adaru boshqalar ahdida tumay buzib o'tgan chaqda sen ahding tug'an va arafta iz ankaru boshqalar tunma solib olgan chaqda sen bizni tunig'anding faqala adi fala ubalidan undan keyin men parvo qilmayman ismini atab to'lsimsizlar shunda bir nimadan bu sharaf ma ya'ni amirul mo'minin guvohlik qiladi buning qanday odamligiga endi katta sahaba Shuni Tirmizida rivoyat qilganmiz ma tahqiqlagan kishi lamajida deb qo'ydi fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun yo'q mushlar degan dedi shuna yuqorida ta'ala va kalimatun sawa degan mushunda isbot oyat har turli dalilni qo'ygandan keyin qanoatlanadigan faktni isbotni qo'ygandan keyin yana o'sha o'rtaq nima kemmay yüz örüp qalsa bu yahud nasaralar faqulu shahadu bi anna muslimun onga hamma ishni qilib kelgan sizlar yanıla haqqı unvay turasanlar guvohlik qo'yinglar biz musulmon emasmiz keyin qilgan chog'da tanmaysizlar mashqa biz haqni isbotlaydigan faktni qo'ydik do'lijatdan qanoatlantirgan holatdan qildik men kilang desak unumidinglar emasa undasa sizlar guvohlik qo'yinglar biz musulmon ashi biz haqda turamiz mana siz to'misanlar biz haqda bu buningdan bir xil ta'rid var sen musulmon bo'lmay yuz o'rding degan biz musulmon shuni guvohlik qo'yinglar demoqchi ey lazimatkumul hujja fawajaba alaykum an ta'tarfu demak sizlar hozir musulmon bo'lib qabul qilib mushaqni endi qilishingiz vojib bo'lib qoldi hozir hamma tarafdan paket tikilib bo'ldi musulmon bo'lishingiz kerak musulmon bo'lmasanglar o chaqda guvohlik qo'yinglar biz musulmon sizlar bo'lmasanglar biz musulmon kama yaqulul g'olibul mag'lub fi jidalin aw sira'in masalan bir jidal talash tortish bas munozara bo'lib qolsa yengan taraf yenilgan tarafga deydi ya taraf bi anni anal g'olib va sallim ilayya al g'alaba e'tirof qil mening yenganligimni men tanmaganimda deganga o'xshash musulmon ekanligimizga guvohlik qo'yin sen unumasang biz unudiq mana bo'ysundiq shun guvoh 65-oyat ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima va ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di ey ahli kitob ya'ni yahud nasaralar sizlar nima uchun ibrohim alayhissalomning diyonati mandati buning millati mandati shariati mandati deb buningda talash tashib qilasizlar halbuki tavrat injil degan ibrohim alayhissalom o'tab uzun muddat o'tgandan keyin andin tushgan narsa bo'lsa bu yani bu talash tashishning o'rni yo'q hozir bu yerda mishada tuhajjuna fi ibrohim degani fi dini ibrohim shariati ibrohim degan chunki bular ibrohim alayhissalomning o'zida talash tashib qilmagan ama İbrahim Aleyhisselam'ın mandatında deyin gap yok. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı bizimki o'xshashdi desa, aqaysa yo'q, bizimki o'xshashdi. Yahudiydi, Nasarati deb bunda talashdi. Bular Rasulullohning huzurida yig'ilib, bunda bir so'rin bo'lib qolganda Yahud Nasaralarning. Za'ama kullu fariqin min al-yahud va an-nasara anna Ibrahima kana minhum. Yahudilarmo Ibrahim bizdinte, ya'ni bizning Yahudilardinte demakchi. Nasaralarmo yo'q biz Nasaralardinte deb turib. Wajadalu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam wal mu'minina fihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan mu'minlar bilanmo bu to'g'riliq jidallashdi. Albatta Rasulullohmi mu'minlarning deydi bu musulmonda boshqa yahud nasara degan gap yo'q bunda deydimi? Faqila innal yahudiyyata inma hadathat ba'da nuzul at-Tawrat. Mana yahudizm yoki yahudlik mush diyonat Tavrat nozil bo'lgandan keyin Musa alayhisolamning davrida undan keyin andin shakllangan ama İbrahim alayhisolamning zamonida yo'qdi yahudi diyonat deganda. Xristianlikmi ba'da nuzul al-Injil İncil tushgandan keyin İsa alayhisolamning zamonida paydo bo'lgan narsa bu shariat. Hamda İbrahim bilan Musa'ning oraliqida qanchalik muddat bo'lsa 1000 yil deb aytadi. Ba'zi 600 yil, 565 yil, 700 deb baqiladi. Shunchalik oraliq bor ekan. Demak İbrahim alayhisolam yashab, Musa alayhisolam kelgich bo'lgan shu 1000 yilga yaqin oraliqda Yahudiya degan din gap yo'q. Yahudiyning shariati yo'q. Undan keyin Musa alayhisolam kelgandan keyin unda Yahudi diyonati paydo bo'lib, Yahud degan nasl o'tirib chiqdi. Undan keyin burun o'tib ketgan. Unda Yahudilar hech qanday munosabati yo'q. Bu payg'ambarni qanday Yahudiyildan deyalaydi. Va baynahu va bayna Isa alfan. Yani İbrahim alayhisalom bilan İsa alayhisalomning oraliqi 2000 yilga yaqin deydi. 1900 yil, 2000 yil degandek, Undan keyin bu İbrahim alayhisalom qanday bo'lib
Hristiyanlıktan bulup kaladı. Fekeyfe yakunu İbrahim ala dinin lem yahdus illa ba'da ahdihi bi ezminetin mutatavile. Özünün zamanından 1000 yıl ya 2000 yıl degende uzun muddatdan keyin ani paydo bo'lgan bir dinga qandoqlik bu mansub bo'lib qoladi İbrahim. Afala taqilun aqlingni ishlatmamsizlar hatta la tujadilu misla hadal jidal al muhal. Demek bunda aqmas salashasini qilib o'tmasligini kerakda kallan ishlatgan bo'lsanglar. Demek bu adam İbrahim alayhisolamning shariati bizning shariatimiz shu deganda ekan. Evet İbrahim alayhisolamning shariati unda nima shariat bo'lmasdan Suhuf-i İbrahim, ama Suhuf-da bazı nasihatlar, bazı unda mükemmel unda nima çoğun kitap emasın. Keyin ondan Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın kitaplarda ondan ahkamlar, bulan Kur'an-ı Kerim'de hammasi to'liq bo'ldi. Peki şu İbrahim Aleyhisselam'ın kitabı değil o ha? Şu Suhuf-i İbrahim, sayfilerden ibaret. 66. ayet. Ha entum haula, ha mana sizlar, şular da hajaytum fima lakum bihi ilm. Sizlar ma'qul yuqorida İsa Aleyhisselam'ning yo buning g'alvisini qilib, sizlar azroq bir narsani bildigan kitoblaringizda ancha ma'lumot bor, narsalar haqida talash-tarjih qildinglar. Endi hech qanday ma'lumotni o'qimaydigan, bilmagan narsadan nima uchun talash-tarjih qilasizlar? İbrahim Aleyhisselam'ni bilmaydi bular. İsa Aleyhisselam hakkında tasdik baktı. İsa Aleyhisselam'ın mesela İncil'de gap sözleri vardı, bazı bir bilirdi. Hata bilsem de iş kılıp anca bir narsını bilirdi. Peki İbrahim Aleyhisselam hakkında bunda tasdik kılışının ornu yok demek. Ha littenbih. Adeta her yine xuddi bir adamning diqqatini tortishdek, Uyg'urchada mo bag'onda. Ha, nima ish qilamiz endi degandek. Ve entum mubtada ve ula haberu. Entum degene mubtada. Entum ulai degende. Ula haberi. Ha deganma ashuma tanbihga ishorat degende. Mishada ha odatda ko'pincha ahvolda bir mubtadaning xabari ismi ishora bo'lsa, mubtada qatchirki. Ha degan. Mesela ha ana da degan xabar ismi ishora. Ana mubtada shunami? ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا مش هذا ما ها أنتم هؤلاء هؤلاء خبر وغني كان اسم إشارة أنتم مبتدأ شو ها مش هذا كتب شيء حاججتم جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى مش إشكين جملة يندم başlangan cümlelerdi müstenafe. Lakin birinci cümlenin ahvalını bayan qilib yani bula yani sila nimish qildinglar qilmishinglar ma'lum hajaytum fi malakum bi'ilm sizning ahvolingiz shunda yani antum haula al-ashkhas al-hamqa sila ash ahmaqlar sila shular va bayan hamaqatikum va qillat uqulikum annakum jadaltum sizlarning ahmaqliklarinning bayoni yoki aqlinglarning kamtukligining isboti shuki sizlar azroq bir narsani bildigan narsadimi talash-tarjih qildinglar bilmaydigandimi talash-tarjih qildinglar فيما لكم به علم يعني حاجيتم فيما لكم به علم علم degani o'shada Tavrat İncil'deki bazı ma'lumotlar. Lekin bu ilm unda saxt ilm bo'lishi mumkin. Chunki bu burumlab o'zgartirayotgan. Lekin shunda o'zim azroq unda kitobda bana aytanda shu. Kitobni o'qidinglar ras. To'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin. O'qigandan shunda talasa qilib batin. Bu ham biroz bo'pti mayli desakmi? Lekin bilmaydigan narsa to'g'riliq talashda qilsangiz bu ish ketdi. Mesela İncil'de İsa Aleyhisselam'ın bazı işleri var. Ama فَلِمَ تُحَاجُّنَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ Onda olsa sizi bilmeydiğin nasıda nümüşün talaşlar çıkırıslar, münazirlisler. Yani وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي كِتَابَيْكُمْ مِنْ دِينِ İbrahim İbrahim'in diyaneti, şeriatı, doğruluk sizlerin kitabınlarda yani Tevrat ile İncil'de hiç kanda gap yok. Bu doğruda sizler işiniz bilmezler. وَقِيلَ هَؤُلَاءِ بِمَعْنَى الَّذ۪ينَ Haula degandan da bazılar ellezina deb tafsir qildi. Entumul-lezina hajaytum degan. Sizlar shu bilgan narsalarda talash-tarjih qilgan, uni bilmaganni talash-tarjih qilganlar ash ahmoqlar sizlar degandek. Va hajaytum silatuhu. Demak, avs mavsul bo'lganikin, mavs silasi demakchi. Antum bil madd va g'ayril hamz. Demak, shada hani so'zabdi, ondan hamzini chiqarmabdi. Mesela antum ha antum demay ha antum hajaytum deganda haythu kana madani yani Qur'on-i Karimdan qanday deb qolsam o'sha ha antum degani ha antum deb kelsa Qur'on-i Karim qanday yerda Madina qorilari yana Abu Amr Basra olimlaridan Abu Amr
qanday o'qitdi? Hantum deb. Hamzani chiqarmay, handan suzab alifni. Madina qariylari kimlarda? Masalan, Nafi', Abu Ja'far degandek, ha? Ana boshqalar qanday o'qidi degan bir savol chiqdi bu yerda. Boshqalar qanday o'qidi? Mesela bizning qiraatimizda, Hafsning qiraatida antum. Antum dedi. Nima? Hamzani chiqadi, ham mad bor. Mad qo'ydi. Bu Kufaning qiraati mana. Hafsin an Asim shu qiraat. Abu Amr Basra qariylaridan. Nima haythu kana madani degan bo'ldi. Ish kitob jiq chiqdi. Haythu kana madani, haythu kana makki degan so'z. Ral madaniy, ral madina. Mush ibara ya mush so'z Qur'on Karimning qanday edi kelib qolsa, Madina qariylari ya Makki qariylari mushuni munda o'qib ketibadi deng. Haythu kana madani, haythu kana makki deb qo'ydi. Bu to'liq takror chiqayotgan ibara. Madani degan Madina qurrolari deng, qariylari. Makki degan Makki qariylari, Basri degan Basri qariylari. Bir odamni degan gap emas, ha? Haythu kana madani deb qo'yish shu bedan mashhurmi bedan? Shu men Qur'on Madinada Madina demek. Mana ma boshqa so'z bilan buni billa deydi buni. Haythu kana hantum bil mad va g'ayril hamzi haythu kana madani. Yani mushu so'z yoki mushu ibora Qur'on Karimning nad bo'lib qolsa, nad takrorlansa, boshqadan bor. Hantum degan. Bor. Ha, nechada bor. Nechada kelgan bo'lsa, shu yerda o'xshash bunda bil mad va bi g'ayril hamzi qiraat qildi. Kimlar? Madina qariylari. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh biladi buning haqiqatini. Siz bilmaysizlar, bilmagandikan g'ib qilish kerak endi. Yada la ta'lamuna amri Ibrahim demidi. Nima? Alloh ya'lamu dini Ibrahim, millati Ibrahim yoki shariati Ibrahim demidi. Degan ya'ni mutlaq. Alloh taolo Ibrahimning dinida qaysi shariat tava ekanligini bildi. Uning boshqa hamma narsani bildi degan. Va antum la ta'lamun deganimi? Sizlar Ibrahim alayhisolamning qaysi shariatga tava ekanligini bilmaysizlar, boshqa hammani bilmaysizlar. Isoning g'alabasini qildi-ku, buni bilmaysizlar. Yani müşahede Yahud Nasaralarga nisbatan umum deb qarasak, bularga qarta bir kamsitish var. Allah Taolaga nisbatan bir xil ta'zim. Ondan Allah Taala "Summa a'lamahum bi annahu bari'un min dinihim bi annahu azr" qaytida İbrahim alayhisolamga qaytib dedi. Allah Taala azr shu Yahud Nasaralar shunda bildidan. İbrahim alayhisolam sizlarning o Yahudiya, Nasraniya degandek bu dinlardan pok demoqchi. Munosabat yo'q. Ma kana İbrahimu Yahudiyya va la Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima va ma kana minal mushrikin. 67-oyat. İbrahim Yahudi emasdi, Hristiyan emasdi, lekin haqqi ma'il bo'lgan mu'min demoqchi. Hanifa yani mailan anil aqaidil batilati ilal haq demoqchi. Hanif yani mail. Azg'ullikdan o'zini tatib haqqa mail bo'lgan degan. Bu'ittu bil hanifiyati samha dedi. Muslima, musulmon degan o'sha mu'min demoqchi. Mana va ma kana minal mushrikin, mushriklardan emasdi. Ka'annahu arada bil mushrikin al yahuda va nasara li ishrakihim bi Uzayran wal Masih. Xuddi bu yerdan va ma kana minal mushrikin, mushriklardan emasdi. Sizlarga o'xshash mushriklardan, Uzayrni, Isoni Alloh qetib oldigan, shirk qilib oldigan mushriklardan emasdi. Ha mu'minlardan dedi. Xuddi o'shada mushriklar degandan shu Hristiyan, Yahudilar maqsad qilayotgandek. Yo'q, shular bir xil ta'ridan. Yani sen müşrik deganda gap bormi? Yaptı gapimiz var. Ev ve ma kana minel müşrikine kema lem yekun minhum. Yani müşriklerden emas deydi. Ve müşahede mana ve ma kana minel müşrikin yani ve ma kana minkum desim şu da birinci ihtimal qarta. Lekin vada zahira mawda'al mudmari nima lit-ta'rid bi annahum mushrikun. Mesela ma kana İbrahim Yahudiyan ve la Nasraniya walakin kana hanifan muslima ve ma kana minkum desim bo'ldi. Ularni emasdi, lekin va ma kana mushrikin, sizlar mushriksizlar degan gapni o'zingizga erishish uchun, endi ifodalash uchun ma kana mushrikin. Nimaga hada mushrik va kaza degan ekan, muslima deganni hozir biz mu'min deb izohlasak, bundan chiqadi. 68-oyat. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. İbrahim alayhissalomga eng yaqin, eng haqli kishilar inna akhassahum bihi wa aqrabahum minhu. Yani shu İbrahimga eng yaqin, eng
xos odamlari kimlar esa albatta shu agashganlar. O'z vaqtida Ibrohim alayhisolamga agashganlar shular. Yana mush payg'ambar va payg'ambarlar iymon keltirganlar mu'minlar demak. Avlad degan so'z nimadan kelib chiqqan? Valiyadan kelib chiqqan yoki validin. Va huval qurb. Vali degan yaqin. Eng yaqin odami vali bo'ldi. Lalladina tabauhu albatta shu Ibrohim alayhisolamga agashganlar o'z vaqtida. Mush Ibrohim alayhisolamga Ibrohim alayhisolam bizdan deyishga shu haqliq. Nima? Ondan u chaqdan keyin iymon etganlar va Ibrohim alayhisolamga agashganlar. Yani Musa alayhisolam kelib qo'ychi. Nima? Shu Allohga shunga agashganlar. Ibrohim alayhisolam bizdan deyishga shu haqliq. Va hada nabiy yana mush payg'ambarmi? Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Va hada nabiy degan shada xuddi bir alohida taxsisan mush payg'ambarni xas qilib tilga oldi. Bundan keyin kelamasa Musa alayhisolammi lalladina tabau desak bo'ldi. Musa alayhisolam haqli hamda Ibrohim alayhisolamning shu payg'ambarlar izini bosib mangan payg'ambar bo'lgan ekan. Lekin me'adam da shu arliqnamni qumlaqlam deb andan Rasulullohni achchida tilga oldi. Xassa bir zikri li xususiyatihi bil fadl. Demak fazilat o'g'achqa alohida tilga oldi buni. Ashla hammasi agashgan ma payg'ambarlar bor. Bor mana. Alayda o'g'lashda nima gap bormaydi. Mesela Musa mo Isa mo falan Mustanada davjimide. Bunun arliq nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Val murad yani va hada nabiy degandan kim maqsad? Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizning payg'ambarimiz. Nima uchun hamda Rasululloh mush avla bo'ldi Ibrohim alayhisolamga? Vaqt bak uzrab ketgan bo'lsa-mu, lekin Rasululloh men avlan nas bi Ibrohim. Ya'ni bizning islom ummatimizmi avlan nas bi Ibrohim. Chunki masalan din nimasi bilan bizning ashtubiltimiz yani o'xshash. Va shariat tarmoq masalalarida ibodat nimalardami Ibrohim alayhisolamning bizning nimalarimiz o'xshash masalalar. Masalan xatni qilish deymiz, masalan haj ishlarida deymiz. Nurg'un narsalar Ibrohim alayhisolamning faoliyati bizga o'xshash belgilangan. Anittabi' millata Ibrohim hanifa dedi. Millata abikum Ibrohim dedi. İbrahim alayhisolam Bani İsrail bo'ldi. Bani İsrail deb ayrim bir ism qo'yib nima qilishdi ilgiriki qavmlardi bu. Ya'ni shu Yaqub alayhisolam Ibrohim alayhisolamning avlodining birisi. Yaqub alayhisolamning avlodi Bani İsrail. U Ishaqning bolasi, Ishaq Ibrohimning bolasi. Nima? Endi Ishaq bo'ldi, matarda Ismoil bo'ldi. Ismoildan Rasululloh keldi. Ve Resulullah bir taraftan ona haklı. Yani benim bu degan ma'noda. Vallazina amanu. Mana İslam ummatini Alloh aytib tilg'aldi. Tashrifan va takrima. Yani biz mu'minlarmi Ibrohim alayhisolamga haqli. Vallahu valiyul mu'minin. Anda Alloh taolo butun mu'minlarni İbrahim alayhisolam, Musa, İsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam andın mush payg'ambarlik ergashgan aqlda mangan mu'minlarning eng yaqin egisi kim? Alloh taolo. Yani vali degan mishada en yakın ilgisi andın, yakın ilgisi olan iken nusret verici, tava alıcı, harbiş kılıcı. 69. ayet. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ehli kitaptan bir grup sizlerini azdırışını kalaydı deydi. Emniyette özünü lam azdırdı bula. Sizi ziyaret etmeydi. Lekin şunumandı, bunu tuymaydı. Es tuygu degan narsa bo'lmagan ekan bo'ldi. Taifa min ahli kitobdan maqsad kim? Yahudilardan bir guruh, Mus'abdan Huzayfa, Ammar, Muaz degan sahabani Yahudi diyanatiga tashviq etgan. Mushu bir voqealik bilan tafsir qildi. Lekin umuman desek bo'lganda bular shunda o'zining diyanatiga akirishni emas, sizlarni dindan chiqarib ozdirishni shuni umid qilib faaliyet ilib bardı. Xuddi hozir xristianlar shundaqo, missionerlar butun dunyolikni xristian dinini kirgizishga emas maqsad. Musulmonlarni islom dinidan chiqarib o'tib, xristian dinini sigizmay, shu orliqda diyanatimi yo'q, medeniyetim yo'q, o'zining kimligini unutgan, butun medeniyat, o'tirab qo'pash, urf-odatda Yevropalikni do'raydigan, shuni depini chaldigan adamga aylantirishim maqsad. Shu yerda law yudillunakum dedi. Azdursakken deb shuni umid qiladi dedi. Va ma yudilluna illa anfusahum. Emniyatda ular faqat o'zlarini azdurdi. Va ma yudilluna illa anfusahum degan mana bu olimlar debdi. Mush oyatda bir xil ixbor bil g'ayb. Bu bir mo'jiza. Yani musulmonlardan Yahudi bo'lib ketganlar bormi? Yo'q. Demak, bu oyatning nimasi? Yani emniyatdimi amaliy bo'ldi degan. Va ma yudilluna illa anfusahum. Yani u musulmonni bu Yahudi qilmaydi. Yahudi dinini tashviq qilib
Esirdi deb qarasaqmi? Yahudi yo'lab ketgan musulmon yo'q. Va ma ya'udu va balul idlali illa alayhim. Biz vabalni mutaladan dedik, şeyh. Vabila degan to'q. Fadaqat vabala amriha. Su'ul aqiba degan gapdir, vabal degan. Demak, ular azdurishga urinishining yomon oqibatini faqat lam o'zi ko'rdi deydi. Li'annal azaba yuda'afu lahum bidalalihim va idlalihim. Chunki ularning o'zining azg'anligining azobini bir tetiydi. Ondan boshqalarni azdirish uchun harakat qilganligiga qarta yana bir hassa azob bor. Buni ikki hassa-nama Qur'on Karimda boshqa oyat bor va awzaram ma awzarihim nima. Endi va ma yash'urun degan mushu iboradimi? Uni qattiq kamsitish bor. His qilmay tuymaydi buni. Demak bu anda his tuyg'u iborat muslimni yo'qotgandek bir jamoat qalinib ketgan odamdek. Oqibat olmam balki. Va bal degan su'ul aqiba degan. Yomon oqibati. 70. oyat. Ya ahlal kitob lima takfuruna bi ayatillah. Ey kitob ahli, Allohning oyatlariga nima uchun tanislar? Yani Allohning oyati degan Qur'on oyati, Tavrat oyati, Injil oyati yoki mo'jizalar, dalil faktlar bo'lishi mumkin. Va antum tashhadun. Yani siz ko'rib turib, bilib turib, e'tirof qilib turib nima uchun tanislar? Allohning oyatida mana Tavrat, Injil debdi. وكفرهم بها أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikinin toğra delilleri Tevrat İncil'de batırıp, onundan başka delilimi batırıp, ular tanıdı dedi. Ve entum teşhedun. Sizler o'zing o'qigan shu Tavrat Injilning Allohning oyatlariga Allohning oyatini e'tirof qilib turib, nima uchun tanislar? Yoki Qur'onga tanislar edi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligining faktlari bo'lgan mo'jizalarga tanislar. Oyat deganni ko'pincha shu Qur'on Karimda kelsa, bu Qur'onning oyatlari, Tavrat Injilning oyatlari degan ko'pincha shu paket mo'jiza degan ma'noda keladi. Bu oyat bizning tarix doiradagi ism. Şuna ve delail-i nubuvvet Resul dedi ona. Şu mucizeler var. Resulullah'ın peygamber ekanligini ispatlaydigan deliller. Ve entum teşheduna na'tahu fil kitabin. Ameliyatda sizlar Tevrat ve İncil olan iki kitapta onun sıfatlarını bilisizlar. Ev tekfuruna bi ayatillahi cemiyan. Ya ki Allah'ın hem ayetleri, aşın hakkını bilip durup siz tanısızlar. Demek ki ayetler umum hem ayetli buluşu mümkün. Ya Tevrat ve İncil'deki ayetli buluşu mümkün. Ya Resulullah'ınki peygamberlikinin ispatı olan mucizeler buluşu mümkün. Çünkü umum kaparsak takım yakışım. Ya ehlel kitabi lima telbisunel hakka bil batili ve tektumunel hakka ve entum ta'lemun. Ey ehl kitap, nima uchun haqni batilga aralashtirib qo'shibsizlar? Bizlar mutaalada talbisni degan to'q taqlid dedik. Nima uchun bunda aralashtirib qo'shibsizlar? Mana taxlutuna al-iman bi Musa. Musa alayhisalomga iman etish bilan birga Isoga tanishni qo'shibdinglar. Yoki ikkiga iman etish deb qarasak, Muhammadga tanishni birga qo'shibdinglar. Mesela Hristiyanlar İsa'ga işinip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge tanıgan. Ama Yahudiler Musa'ga işinip İsa'ga Muhammed'ge tanıgan. Nima için bunda qo'shibsizlar dedi. Yaqulan batılını aralashtiribsizlar. Va taktumunal haq. Haqni yo'shiribsizlar sizlar. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ninki sifatlar vardı kitabınlarda bunu yo'shirib turibsizlar. Yani haqiqatini bilib turib deydi. وقالت طائفة من أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني يهوديlar مشهدا مقصد. يهوديlardan bir guruh undapto. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Bular enda bir plan soqaptam. Ta'amaru va plan soqap bir-biriga menda urlashtiribdi. Sizlar iman etganlar degan adrinishada musulmonlar demak. Qur'onga iman etdi, Rasulullohga iman etganlarga qashig' berib, ular tushgan Qur'onga etigan tarafda iman etdiqdanlar. Voy bizni ishimiz Qur'onga ishondik, Rasulullohga ishondik danglar. Anni kash tarafda g'achida yo'q bu biz tekshir etsak bu yolg'onken, saxteken bizning kitoblarimiz manda paktli va buning yolg'onligi. Biz oldin ketib uqmay chirib satganimiz qach yeni olinglar.
Sanki bunu görüp müşriklerden Müslüman boğalları mesela. Ya başkını görüp oyras bu kitap okuyduğunlar bile kitap ehli olan iken bu ziyaliyle bile bir narsa bilip ne kıldı bulmasa bulma yeni olmaz değil mi? Çokum bu zaten çatahken de bulmandan sizin tarihinin yeni olsa da manda suikast baktığı. Billezi unzila alellezine amanu din maksat nima? Kur'an-ı Kerim. Yani iman etqanlarga, yani şu çağdaki sahabelerge, müminler düşken narsa şu Kur'an. Vecehen nahar degene, yani gündüzün yüzü degan bo'ldi işte ama bu yüzünün bolda dastlabda shunda bizga ko'rsak, bizga ko'rsak şu yüzü ko'rindi go. Yani dastlab ko'rinadigan qismi yani atganki soatlarda demakchi. Avvalahu demakchi. Yani azhirul imana bima unzila alal muslimina fi awwalan nahar. Yani atgan tarafdalar musulmonlar tushganmish Qur'onga biz ishondik deb ishongandek musulmon bo'lgandek ko'rininglar. Va furu akhirahu kech tarafda kechqurunda yani Onunla tanınlar dedi. La Allahum yerciun. Bunda qilsanglar balki ular sizlarga ergishib yeni bo'lishi mumkin. Adindan yenib qolar balki. La allal muslimina balki endi musulmonlar yaquluna ma raja'u va hum ahli kitob. Bu kitob ahli turib, bilimli kishilar turib, ilm ma'rifatli kishilar turib, cho'qim bir ish bo'lganlikdan yenib oldi. Cho'qim shu Qur'on yoki mush payg'ambar chataq ekan deb o'ylab qilib, uni yenib qolsin demoqchi. Demak, buni iymon etishi ash boshqalarni yondirish uchun ja iymon etmoqchi. Saxta iymon. Va la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Demak, hozir mush va la tu'minu ashularning bir-biriga deyishgan so'zning davomi hozir. Mana bir tafsirda va la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Va la tu'minu degani, ya'ni xuddan ishonch qilmanglar degandiga, ishonch qilib haqiqiy menda bag'ringni ichpamanglar, ya'ni ko'nglingizni ifodalasamanglar degandi. Ya'ni la tuzhirul iman ala lisanikum debdi. Illa liman tabi'a dinakum. Faqat sizlarning diningizga ergashgan ash yahudiylarga, biz menda deyishsin musulmon bo'lib qo'ydik. Biz unda musulmon bo'lib qoldi deb ishonib qolma deb haqiqiy nimalarni faqat o'zingning diningizlar bilan danglar. Lekin musulmonlik qilib voy biz musulmon bo'ldik deb qo'yinglar demoqchi. Qul innal huda hudalloh. Aytqinki, bu hidoyat degan bu Allohning hidoyati bu. Odatda o'ynishiga hidoyat emas. Ular tuzhirul iymon ala lisanikum desak, demak, mush biz iymon etib qo'ydik. Mush tilimiz bilan bunda saxta iymon etdik deb mush gapni musulmonlar demanglar. O'zingning dindigiga, yahudiylarga, yo'q biz musa og'zimizdan bunda deb qo'ydik. Maqsad ma'vo deb bunda nima qilinglar. Qul innal huda hudalloh. Endi ma qul innal huda hudalloh jumla mu'tarada qistirmisiz a? İlla liman tabi'a dinakum en yu'ta ahadun da bunda davamlaşıp gidiyordu demekçi. Tamam? Yani kul innal huda hudallah. Yani müşahede hazır aşulanınki planın kartta Allah Teala geçti reddiye öğretti. Bu anladın kim reddiye öğretmen şu kıstırma sözleyen şunda olduğu kaç şuşlardan koyutulan gel. Bu sen plan sokap onda kılıp gollap saklı kılıp nukulup bunu azdırıp kılanmaysa Allah Teala hidayet kılmak şu an kısmına hidayet kılıyordu. Senin o sahtırızdayken suikastın tesir gösterip kılmaydı. Hidayetning egisi kim Allah Teala. Ve la tu'minu, yani ve la tu'minu diyen şu cümle mutaalliq bi kavlihi en yu'ta ahad bana. Ve la tu'minu illa liman tabi'a dinakum en yu'ta ahadun da bunlar. Maçet İslam. Peki ma kul innal huda hudallah degan jumla mu'tarida qistirma so'z. Hem nima uchun endi shu o'zingning dindikilarga mushgan deysizlar. Boshqalarga voy biz musulmon bo'lib qo'ydik bu deysizlar. Nima uchun desa, an yu'ta ahadun mislama utitum. Ya'ni manda bo'lib qolmaslik uchun. Ya'ni boshqalarmi sizlarda kimda musulmon bo'lib ketib qolmaslik uchun. Ya'ni sizlar ogohlantir deb qo'ysizlar ularga. Biz manda maqsadda musulmon bo'ldik deb qo'yatimiz, sanma rasm musulmon bo'lib da bizga ergishib musulmon bo'lib ketmagan. deb o'zining dinligini bundan nima qilish uchun bunda deyishidi bo'ladi dedi. An yu'targina li ajli, demakchi. Neden ma ayyuta ahad musulmon degan ma'noda boshqalar endi sizga o'xshash musulmonlar rasmiy musobaqa qilsin. Shundaqa. Lekin buningda nurg'un necha xil 4-5 xil tafsir bor ekan. Vahidi debdi mufassirlardan tafsir eng qiyin bo'lgan oyat o'sha oyat. Bunun hozir nima sho'raliq chiqdi. Ay va la tuzhiru imanakum bi an yu'ta ahadun mislama utitum illa li ahli dinikum dun ghayrihim. Demak, sizlar haqiqiy iymoningni unda izhor qilmanglar. Faqatlam o'z dininglardagi kishilarga ishonch qildiganlarga ondan
haqiqiy gapni deb qo'yinglar. Sizlardek ulama sizlarni doğru musulmon bo'lib ketgan musulmon endi-ku. Aradu asirru tasdiqakum bi anna al-muslimina qad utu min kutubillahi mithla ma utitum. An yu'ta ahadun mithla ma utitum degine, ya'ni boshqalarmi sizlarga berilgan kitobdek kitap ata qilingan deb unda nima qilib qolmaslik uchun, yani bizga Tavrat Injil ata qilingan burun. Endi hozir Arablarga Qur'on Karim nozil bo'lib, Qur'on Karim ata qilinib qoldi deb manda bo'lib qolmaslik uchun bunda danglanadi. Demak, asirru tasdiqakum baynal muslimin qad utu. Demak, sizlar amaliyotda ishinizlar. Musulmonlarga Qur'on Karim degan kitob ata qilindi deb tushunama. Mushu ishonchinglarni, ishindiganligingni yo'shiringlar deb. Sizlarga kitob berilgandek bulug'un kitob berilibdi deb xalqlar uni ishinib qolmasin. Nima aradumi? Aradu, ha. Ya'ni aradu degani yahudiylar mushgani deyishdan nima maqsad qildi? Wala tu'minu deb bir-biriga deyishadi. Munda qilinglar, unda qilinglar. Yani sizlar musulmonligimi Alloh taolo bir kitob nozil qildi deb iymoninglarni, ishonchinglarni yo'shiringlar dedi. Wala tufshu, yani uni yeyib qolmanglar. Illa ila ashya'ikum. Faqat lan sizlarningki ay guruhinglardagi tarafinglarni tutgan o'z adiminglar bilan bularga Qur'on berilib ketdi. Bizga Injil, Tavrat berilgan. Endi biz hozir shunda atiganda musulmon bo'ldik deb kechdim qurib, menda plan bilan bunning sepini ajdatmoqchi deb, unda haqiqiy gapni o'zinglar demanglar. Boshqalar unda deb sanmanglar. Biz boshqalar bu Qur'on haq kitob ekan deb ishinib ketadi dedi. Musulmonlarga deb sanmanglar demoqchi. Shaqulning Ashun tarafdarin. Va inna min shi'atihi la Ibrohim Ansar. Li'alla yazidahum sabatan. Demak, musulmonlarga mush Qur'on Allohning haq kitobi ekan, bizga burun Tavrat Injil berilgan, sizlarga Qur'on berilibdi deb sananglar, u chaqda musulmonlar taqimmo iymonda mustahkam bo'lib, haqqa ching tura oladi. Maqsad ularni langishtash. Va dunal mushrikin, an mushrikligim bunlar sanmanglar. Musulmonga demanglar, mushrikligim dersin. Musulmonga desanglar, haqqa taqimmo ching ketadi bular. Mushriklik desanglar, oy musulmonlar tutqayollar ekan, Alloh taolo Qur'on Karimni nozil qilib bo'lgan deb ular ergishib ketadi. Faqat o'z adaminglarga Alloh taolo bu Qur'on berdi, biz bu ergashmaymiz shunda. O'yin o'ynatimiz deb haq gapni shulardan. Yani Qur'onning haqqini o'z adaminglardan demoqchi. Aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Bu atf ala ay yu'ta dedi. Demak, mishad an yu'ta li ajli duqqanda. Bunda bo'lib qolmaslik uchun, bunda qilmaslik uchun deganda. Bu miyada hozir shu boshqalarmi sizlarga berilganda Qur'on berilgan bo'lib qolmaslik uchun dedi-ku. Yani miyadimi boshqalarga deb sanamadi. Alloh taolaning huzuriga borgan chaqda, shu chaqda undan sizning ustingizdan bu pak to'lab qoldi. Belki sen dünyadagi vaqtimizda kelib mana shu Qur'on haq, Allah taolo nozil qilgan deb e'tirof qilib degandinggo. Deb Alloh taolo balki cho'qis qo'yishi mumkin. Sen e'tirof qilgan dunyoda kim hasad qilib tinib olding, kelamda deb bu yerda jazolab qoladi demoqchi. Demak, gapni anglaganlar Alloh taoloning huzurida guvoh bo'lib qoldi-da. Mana bunda degan bu deb. O'zi deb e'tirof qilib turib, o'zi keyin o'zingizga ziyon demoqchi. Keyin o'zingizga ziyon bunda demanglar. والضمير في يحاجوكم لأحد هذا أحد أن يؤتى أحد دغوا demak shu biramda bir deganda mishada ko'plik ma'nosi edi. Qaysi biri? Qaysi bir degan bo'lganidan qaysi biri bo'lsa hammamiz qaysi biri bo'lib bu ko'plikni bildirgan narsa. Bima'na buni ma'nosi va la tu'minu li ghayri atba'ikum anna al-muslimina yuhajjunakum yawm al-qiyamati bil haqq va yughalibunakum 'inda Allohi bil hujja. Yani sizlar o'zinglarning adaminglardan boshqalarga ashunda ishindiganligingni izhor qilmanglar. Va la tu'minu degan la tudhiru iymanakum degan. Musulmonlar qiyomat kuni haq pakti bilan sizlarni do'llaydigan oldiganligiga, Alloh taoloning huzurida sizlarning mag'lub bo'lganligiga ishindiganligini deb sanmanglar. Yani islomning haqiqatini demanglar demoqchi. Wa ma'nal i'tirad, i'tirad degan to jumla mu'tarida bordi. Qul innal huda hudalloh degan bu jumla mu'tarida degan ma'no deydi. Bu jumlaning ma'nosi nima? Annal huda hudallohi. Bu hidoyat Alloh taolaning hidoyati bu. Igisi Alloh. Alloh xohlagan kishini hidoyatga boshlaydi. Ya'ni sizlarning unda ustilik ishlatib, suiqas qilib, plan so'qib qilgan faqat ziniyat maydi ular. Alloh o'zi ega unga.
Men şahadahu hatta aslama aw thabata al-islam kana dalik. Demek Allah Taala kimni xolsa, musulmon bo'lib islom ustida, haq ustida ching turdi ular. Demak, shu Allah Taala iroda qilgan narsa shu bo'ladi deydi. Walam yanfa' kaydukum wa hiyalukum wa zayyukum tasdiqakum anil muslimina wal mushrikin. Allah Taala kimni hidoyat qilishni xolsa, sizlarning hilm-fikringlar, suqaslaringlar o'zingning ishonganligini musulmonlar va mushriklardan yo'gab ishonmaydiganda ko'rinishinglar yoki boshqacha bir shaklda ko'rinishinglarmi u farq qilmaydi deydi. May yahdillahu fala mudilla lahu va may yudlil fala hadiya lahu. Zayy degan odatda ma zayyini kiyim deymiz-ku. Azya zay kiyim kiyish, ya'ni taqib turqi, ko'rinishi degandek. Ya'ni bir ko'rinishinglar. Yani siz işengende görünüyorlar, ya işenmegende görünüyorlar, karkınmaydı demek. Misal tasdiqakumni fathaga qo'ying. Ya ve zeyyukumning maf'ulun bihi. Ha? Ve zeyyukum tasdiqakum. Yani sizlar hozir nimani boshqa ko'rsatmoqchi? Ishindiganligingni boshqa ko'rsatmoqchi hozir. Sizlarning e'tiqodingni boshqacha ko'rsatilishinglar karkınmaydı demek. Hozir o'shada zeyyukum tasdiqukum deganni ikkisini bizlashtirib fi mahalli raf' ma'tuf deysizlar. Endi tasdiqa degan maf'ulun bihi li zay, li fi'l zay, ha. Demak, o'shada masdar bor, zayyu degan masdar. Shu masdar bu fi'lni bildirdi. Bu fi'lning maf'uli tasdiq. Wa kadhalika qawluhu qul innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha. Yana mushu oyatmi shu jumla mu'taradining ma'nosida deydi. Mana innal fadla bi yadillah. Ayada bu hidoyatning isi Allah rizqi. Bu fazilat Allah'ın qo'lida deydi. Bu hidoyat qilish fazilati, bu fazl marhamatini Allah xohlagan kishiga berdi. Allah xohlagan kishiga bersa, uni hech kim to'samaydi. Bermasa, hech kim uni bergizmaydi. Demak, shu qul innal huda hudallohning ma'nosini ta'kidladi shu. May yasha'u, ya'ni yuridul hidoyata va tawfiq. Allah Taala hidoyat qilmoqchi, to'g'ri yo'lga muvaffaq qilmoqchi bo'lgan kishini, xohlagan kishini boshqadan o'zdirolmaydi. Ma bir xil tafsir tugdamda. Amyada aw yutimmul kalamu inda qawlihi deydi. Yani bir xil tafsirda illa liman tabi'a dinakum. Yani va la tu'minu illa liman tabi'a dinakum deb bu ağının gap so'zlari mustugab bo'ldi. O'zira deyishgan gap so'z tugdi. Hamda qul innal huda hudalloh degan yangi boshlardan boshlagan Allah Taala Rasululloh bunda degin deb bunda boshlagan so'z deydi. Hamda bundan keyingi hamda qul innal huda hudalloh degan yangidan boshlangan so'zlar deb qarasak, ma'nosi bo'ldi. Ilgirikisi emasdan va la tu'minu hadal iymonni zohir. Demak, sizlar mushu musulmon bo'ldik degan mushu iymonni, ash etgan tarafda musulmon bo'ldik degan iymoningni faqat sizlarning o'z adaminglarga haqiqiy shuni danglar e'tirof qilinglar. Biz buni manda o'yin o'ynab, suiqasd qilib iymonni aytgan iymon ma'vo deb shundanglar. İlla liman kanu tabi'ina lidinikum mimman aslamu minkum. Demak, sizlardan endi musulmon bo'lgan asli Yahudi, lekin yolg'on musulmon bo'lganlarga shunda o'zaro deysanlar bo'ldi. Li'anna ruju'ahum kan arja indahum min ruju'i man siwahum. Chunki sizlardan musulmon bo'ldik deganlar g'achchi yenishi bakrak hamda sizlar umid qildigan ish. Asanan. Wa ma'na qawlihi an yu'ta la an yu'ta ahadun. An yu'ta li ajli an yu'ta yani. Bunda qilish uchun ya qilmaslik uchun degandek, ha? Ta'lil yani. La an yu'ta ahadun mislama utitum qultum zalika wa dabbartumu. Ma qul innal huda hudalloh degandan tartib bu Allah Taolaning Rasululloh degan so'zi dedi-ku. Kafirlar o'zaro deyishgan so'z emas dedi. Boshqa tafsirda. Unda olganikin nima bo'ldi? Yani sizlarga kitob berilgandek boshqalarga da kitob berilgan bo'lib qilishidan saqlanishinglar uchun sizlar shunda suiqasd qildinglar degan bo'ldi. Yani hozir bu so'zni Rasululloh Yahudilarga da'vat qilgan so'z bo'ldi. İlgari tafsirda o'zaro bir-biriga deyishgan so'zdi. Yani hozir ma tafsirda bu hidoyat degan Allohning hidoyati. Sizlar yuqorqi suiqasd hamma narsani boshqalarga unda kitob berilib qolgan bo'lmaslik uchun bunda planlab qilgan suiqasdlar bo'lar degan bo'ldi. Nabak nazik ma. La li shay'in akhar. Boshqa maqsad yo'q. Faqat chidamaslik, hasadxo'rlik. Shu sababdan boshqalarga bunda kitob berilib, bunda sharafga ega bo'lib qolamo. Payg'ambar degan, kitob degan biz bilan bo'ldi deb shuning uchun suiqasd qildinglar. Yani anna ma bikum min al-hasad wal baghi an yu'ta ahadun mithla ma utitum min al-ilm wal kitabana.
sizlarga berilgan ilm, kitob, payg'ambarlik boshqalarga berilib ketami deb chidamay hasad qilib shunday qildingmi suiqasdni. Mushi hasad sizlarni nimaga olib bordi? Da'akum ila an qultum ma qultum. Aşı o'zra deyishgan gap so'zlar qilgan suiqasdlarga olib bordi dedi. Demak, mushuni qildigan narsa faqat hasaddan iborat, boshqa narsa emas. ويدل عليه قراءة ابن كثير بالمد والاستفهام diyendek deb ikki deb bizlashtirsak nimada deb tasir qilsak ibn Kathir bu Makka qarilar ujnaba bu qanday qiraat qilgan qul innal huda hudallohi an yu'ta ahadun misla ma utitum bunda qiraat qilgan ya'ni an yu'ta deganni an demakchi ikkidan bizlashtirib deb so'zab bunda o'qib tutgan. Demak bu yerda istifhom bo'lgan ekan, bu ikkinchi tafsir shu jalliq deydi. Ya'ni boshqalarga kitob berilib, payg'ambar ivatilib qolmasin deb shunday qildinglarmi? Bunda qilamsizlar degan bir xil savollar. Shunda chidamaslik qilamsizlar degan tariqada. Ya'ni yuta ahadun misla ma utitum min al-kitabi tahsudunahum. Ya'ni boshqalarga sizlarga berilganda kitob berilib qolmasin deb ularga hasad qilamsizlar. Va qawluhu aw yuhajukum ala hada ma'nahu dabbartum ma dabbartum. Ya'ni aw yuhajukum degan nima bunda ikkinchi tafsirga asosan sizlarni keyincha do'lida tutilib qolmaslik uchun mush yuqorqida suiqasdni qildinglarmi degandek. Yani dabbartum ma dabbartum la an yu'ta ahadun misla ma utitum. Yani sizlarga o'xshash kitob berilib qolmaslik uchun sizlar yuqorqidek suiqasdni qildinglar. Aw lima yattasu bihi 'inda kufrikum yoki sizlarning tanganliqning rasmiy isbotlanib munozirlashgan chaqda Parvardigoring oldida sizlarni do'lida tutolmaslik uchun bunday qildinglarmi? Ya'ni musulmonlarga boshqa mushriklarga izhor qilmay o'zligidan izhor qildi-ku. Mushunda qilishim uchun keyin qiyomatda Alloh taolo huzurida biz anida do'lit qilib ya ani guvohligi bilan biz matolab qolmaydi deb bunday qildinglarmi? Va qiyomat kuni andin gapni sizlar tutib qilib, haq tarafdan yengilib qilib, ashada sizlar jinoyat isbotlanib qolmaslik uchun shunda suiqasdni qilib o'rinlashtirdinglarmi degan ma'noda. Vallahu wasi'un ay wasi'ur rahma. Alloh taolo bak kang deydi. Kang degan rahmat tarafdan kang bo'lishi mumkin, ilm tarafdan kang bo'lishi mumkin, hamma tarafdan kang demoqchi. Alim bilguchi, hamma bilguchi. Maslahani emas, maslahani haqiqiy iymon aytgan bilan saxt iymon aytganni, suiqas planni hamma bilguchi. Nima tafsirlar odatda bir siyaqqa qarab bir narsani deb qo'ydi. Yaxtassu bi rahmatihi may yasha. Alloh taolo unda bildigan zot bo'lgan ekan, o'zining rahmatini ma'lum o'zi munosib ko'rgan kishilarga xos ato qiladi dedi. Masalan, buning rahmati payg'ambarlik bo'lishi mumkin, islom bo'lishi mumkin, Qur'on bo'lishi mumkin, hidoyat, tavfiq bo'lishi mumkin. Buni xos kishilarga ato qiladi, xohlagan kishilarga. Vallohu zul fadlil azim. Alloh haqiqatan katta fazl marhamat egasidir. Davonigan bu fazlini ba'sa ular haqan suiqasd qilsin, haqan filallarni qilsin, baribir yanala iymon etganlar iymon etadi. Tanıdığlar tanıdı. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.